Bugun men siz bilan ko'pchilikni bezovta qilayotgan eng muhim savolni hisob kitob orqali ko'rib chiqaman. To'lovlar reallikda qanchaga oshadi? Bu mavzu faqat bitta oilaga yoki bitta hududga tegishli emas. Bu deyarli har bir xonadon, har bir ijarachi, har bir tadbirkor va har bir oddiy iste'molchining cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun bu videodagi ma'lumotni oxirigacha ko'rish juda muhim. Men bugun faqat narx oshdi deb umumiy gapirmayman. Balki real misollar, oddiy formullar va hayotiy vaziyatlar orqali qancha pul ko'proq to'lashingiz mumkinligini tushuntiraman. Agar siz kommunal to'lovlar, xizmat haqlari, tariflar yoki oylik majburiy xarajatlar oshganda oilaviy byudjetga qanday ta'sir qilishini oldindan bilishni istasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularda shov-shuv emas, aniq hisob-kitob va tushunarli izoh beraman. Avval oddiy holatni olaylik. Ko'p yillar davomida odamlar to'lovlarni taxminan yoddan bilib yashashga o'rganib qolgan edi. Masalan, bir oilada elektr energiyasi uchun oyiga 8000 so'm, gaz uchun 6000 so'm, suv uchun 3000 so'm, chiqindi va boshqa xizmatlar uchun 23000 so'm atrofida to'lov chiqardi. Odamlar bu raqamlarni alohida tahlil qilmasdi. Chunki jami hisoblaganda hammasi bir oyda 202 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin edi. Albatta bu har bir xonadon uchun turlicha. Lekin ko'pchilikning psixologik chegarasi shunday edi. Kommunal to'lovlar bor, har oy keladi, to'laymiz. Lekin tarif yoki xizmat haqi oshganda vaziyat o'zgaradi. Eng katta xato shuki, odamlar ko'pincha oshishni faqat bitta raqam sifatida ko'radi. Masalan, tarif 20% oshibdi deb o'ylaydi va demak, 200 ming to'lagan bo'lsam, endi 207 ming to'layman degan xulosaga keladi. Lekin real hayotda bunday oddiy bo'lmaydi. Nega? Chunki iste'mol hajmi, mavsum hisoblagich bor yo'qligi, imtiyozlar, qarzdorlik, penya limitlar, qo'shimcha xizmatlar va ba'zi yashirin xarajatlar umumiy summaga ta'sir qiladi. Masalan, qishda gaz iste'moli oshadi, yozda elektr iste'moli oshadi. Agar narx o'sishi aynan yuqori iste'mol mavsumiga to'g'ri kelsa, sizning to'lovingiz iri foiz emas, ko'rkim ahidi foiz ko'paygandek sezilishi mumkin. Chunki tarif o'zgarishiga qo'shimcha ravishda iste'mol ham oshadi. Mana asosiy og'riq nuqtasi shu, odam tarif foizini eshitadi. Lekin hisob fakturada boshqa kattaroq summani ko'radi. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa kamroq xavotir olsa bo'ladi? Men birinchi navbatda bitta oddiy qoidani aytaman. To'lov oshishini tushunish uchun 3 ta narsani bilish kerak. Birinchisi eski tarif, ikkinchisi yangi tarif, uchinchisi sizning real iste'molingiz. Faqat shu 3 ta raqam bo'lsa, biz ancha yaqin hisob-kitob qila olamiz. Masalan, siz ilgari elektr energiyasi uchun 2 kWh shartli ravishda determin so'm to'lagan bo'lsangiz, yangi tarif 600 so'm bo'ldi deb tasavvur qilaylik. Bu yerda 2 so'm farq bor. Foizda qarasak 600 so'm 2 so'mdan 33% yuqori. Endi savol, siz oyiga qancha elektr ishlatasiz? Agar 100 kWh ishlatsangiz, avvalda 5000 so'm to'lagan bo'lasiz. Endi 6000 so'm to'laysiz. Farq 15000 so'm. Bu juda katta tuyulmasligi mumkin. Lekin agar oilangiz 300 kWh ishlatsa, avval 135 ming so'm bo'lgan to'lov endi 160 ming so'm bo'ladi. Farq 25 ming so'm. Agar yozda konditsioner ishlatsa, suv ichki elektr bo'lsa, muzlatgich eski bo'lsa, kompyuterlar, nasoslar, elektr plita ishlatilsa, iste'mol 500 kWh ga chiqishi mumkin. Unda avval 225 ming so'm bo'lgan to'lov 300 ming so'mga chiqadi. Farq 65 ming so'm. Mana shu yerda muhim jihat bor. Tarif oshishi hamma uchun bir xil foizda bo'lishi mumkin. Lekin pul ko'rinishdagi zarba hamma uchun bir xil emas. Kam ishlatgan odam 2 ming so'm ko'proq to'lashi mumkin. Ko'p ishlatgan odam esa 1 ming so'm va undan ortiq qo'shimcha xarajatga duch keladi. Endi gaz bo'yicha misol qilaman. Tasavvur qilaylik, xonadon oyga yoz faslida 300 kub metr gaz ishlatadi. Qishda esa isitish sababli 200 kub metr ishlatadi. Agar eski narx 1 kub metr uchun 360 so'm, yangi narx esa 600 so'm bo'lsa, farq 2,5 so'm. Yozda 300 kub metr uchun avval 1400 so'm to'langan, endi 11000 so'm bo'ladi. Farq atiga 600 so'm. Ko'pchilik yozda unchalik bilinmadi deydi. Lekin qishda 2000 kub metr iste'mol qilinganda avval 905 ming so'm to'langan bo'lsa, endi 20000 so'm bo'ladi. Farq 25 ming so'm. Agar uyingiz katta bo'lsa, issiqlik yo'qotishi ko'p bo'lsa, deraza va eshiklar eski bo'lsa, qozon samaradorligi past bo'lsa,
oyga 500 kub metr ham ketishi mumkin. Bunda avval 190 ming so'm bo'lgan to'lov endi 300 ming so'mga chiqadi. Farq million ming so'm. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. U tarif oshdi degan xabarni bir marta eshitadi, lekin uning qishdagi real ta'sirini oldindan hisoblamaydi. Men ekspert sifatida doim shuni tavsiya qilaman. Tarif oshishini baholashda eng past iste'mol o'yini emas, eng yuqori iste'mol o'yini oling. Chunki oilaviy byudjet aynan yuqori to'lov kelgan oyda qiynaladi. Endi suv misolini olaylik. Suv to'lovi elektr yoki gazchalik katta bo'lmasligi mumkin. Lekin oilada odam soni ko'p bo'lsa, hisoblagich bo'lmasa yoki hovlida sug'orish bo'lsa, bu ham sezilarli bo'ladi. Masalan, bir oila oyga 20 kub metr suv ishlatadi. Eski tarif 1 kub metr uchun 2000 so'm. Yangi tarif 30 ming so'm bo'lsa, avval 40 ming so'm to'lagan, endi 60 ming so'm to'laydi. Farq 20 ming so'm. Agar oila 35 kub metr ishlatsa, avval 7 ming so'm, endi 1,5 ming so'm. Farq 35 so'm. Agar hisoblagich bo'lmasa va me'yor bo'yicha har bir odamga belgilangan hajm yozilsa, ba'zan real ishlatilgandan ko'proq to'lash holatlari ham uchraydi. Endi eng hayotiy misol, 4 kishilik oila, oddiy kvartira, o'rtacha iste'mol. Elektr oyiga 2 kilovatt-soat, gaz 1 kub metr, suv 13 kub metr, chiqindi va boshqa xizmatlar 35 ming so'm. Eski shartli hisobda elektr bayihi 500 so'm, gaz 400 so'm, suv 36 ming so'm. Boshqa xizmatlar 35 ming so'm bo'lsa, jami 13 ming 900 so'm bo'ladi. Yangi tariflardan keyin elektr 5 ming so'm, gaz 8 ming so'm, suv 4 ming so'm, boshqa xizmatlar masalan 5 ming so'm bo'lsa, jami 297 ming so'm bo'ladi. Farq davozim uchun 100 so'm. Foizda bu taxminan 39% ga yaqin oshish. E'tibor bering, har bir xizmat alohida turlicha oshdi, lekin jami oilaviy to'lov qariyb 40% ga ko'paydi. Endi boshqa holat, 5 kishilik hovli. Qishda gaz bilan isitiladi, yozda konditsioner ishlaydi. Suv iste'moli ham yuqori. Elektr 400 kilovatt-soat, gaz qishda 402 kub metr, suv 300 kub metr. Eski hisobda elektr 1 ming so'm, gaz 1 ming so'm, suv 60 ming so'm. Boshqa xizmatlar 10 ming so'm, jami 11 ming so'm. Yangi hisobda elektr 2,5 ming so'm, gaz 2,7 ming so'm, suv 9 ming so'm, boshqa xizmatlar 15 ming so'm, jami 15 ming so'm. Farq 24 ming so'm. Mana endi ta'sir ancha katta. Bunday oilalar eng ko'p xavotir olish kerak. Chunki ularda iste'mol hajmi yuqori. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchidan, katta uy yoki hovlida yashovchilar. Ikkinchidan, qishda gaz yoki elektr bilan isitadiganlar. Uchinchidan, eski maishiy texnikadan foydalanadiganlar. Chunki eski muzlatgich, eski konditsioner, eski nasos elektrini ko'proq yeydi. To'rtinchidan, hisoblagichlari nasos yoki umuman yo'q bo'lganlar. Beshinchidan, qarzdorligi borlar. Chunki yangi to'lov eski qarz bilan qo'shilganda psixologik bosim kuchayadi. Oltinchidan, ijarada yashovchilar. Chunki ba'zi uy egalari tarif oshishini bahona qilib, ijara narxini ham oshirishi mumkin. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar siz kichik kvartirada yashasangiz, energiya tejamkor texnikadan foydalansangiz, isitish markazlashgan bo'lsa, har oy iste'molni nazorat qilsangiz, hisoblagichlaringiz to'g'ri ishlasa, sizda oshish bo'ladi, lekin u boshqalarga qaraganda ancha boshqariladigan bo'ladi. Bu umuman ta'sir qilmaydi degani emas, lekin oldindan hisoblab byudjetga qo'shish mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik jihat, foiz oshishi bilan real to'lov oshishi bir xil narsa emas. Masalan, elektr tarifi 30% oshgan bo'lishi mumkin. Lekin siz shu oyda konditsionerni ko'proq ishlatgan bo'lsangiz, hisobingiz 6% ga oshib ketadi. Odam esa tarif 30% oshgan edi-ku. Nega menda 2 barobar chiqdi deb hayron bo'ladi. Aslida bu yerda ikkita omil qo'shilgan, tarif va iste'mol. Ikkinchi nozik jihat mavsumiy ta'sir. Yanvar va iyul oylaridagi to'lovni bir-biri bilan solishtirish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Yanvarda isitish, iyulda sovutish xarajati bor. To'g'ri solishtirish uchun bir yil oldingi xuddi shu oy bilan solishtirish kerak. Masalan, 2023 yil dekabr to'lovini 2024 yil dekabr to'lovi bilan solishtirsangiz, real o'zgarishni yaxshiroq ko'rasiz. Agar noyabrni iyul bilan solishtirsangiz, natija sizni chalg'itadi. Uchinchi nozik jihat, hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshirmaslik. Ba'zi odamlar ko'rsatkichni yubormaydi. Keyin ularga o'rtacha yoki me'yoriy hisob yoziladi. Keyingi oy aniqlashtirish bo'ladi.
qarz yoki ortiqcha to'lov chiqadi. Tarif o'zgarayotgan davrda bu ayniqsa xavfli. Chunki eski davr iste'moli yangi tarif bilan hisoblanib ketmasligi uchun ko'rsatkichlarni sanasi bilan aniq qayd qilish kerak. Men doim shuni aytaman. Tarif o'zgarishidan oldin hisoblagichni suratga oling. Suratga sana tushsin yoki telefonda saqlanib qolsin. Bu keyin bahs bo'lsa isbot bo'ladi. 4-nozik jihat limit va tabaqalashtirilgan tariflar. Ba'zi tizimlarda ma'lum hajmgacha arzonroq, undan yuqorisi qimmatroq bo'lishi mumkin. Masalan, dastlabki 200 kWh bir narxida, undan yuqorisi boshqa narxda bo'lsa, sizning to'lovingiz iste'mol chegaradan oshgan paytda keskin ko'tariladi. Bu holatda men bor yo'g'i 20 kW ko'proq ishlatdim deyish yetarli emas, chunki o'sha 20 kW qimmatroq tarifga tushgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun limitli tizimda asosiy maslahat eng qimmat pog'onaga o'tmaslikka harakat qilish. 5-nozik jihat qarzdorlik va penya. Agar sizda oldingi oylardan qarz bo'lsa, yangi oy to'lovi bilan birga umumiy summa juda katta ko'rinadi. Odam ko'pincha buni tarif o'sishi bilan adashtiradi. Masalan, sizning real yangi oy to'lovingiz 2 ming so'm, lekin oldingi qarz 1 ming so'm bo'lsa, ilovada darcha 6 ming so'm ko'rinadi. Siz to'lov 2 barobar oshibdi deb o'ylaysiz. Aslida bu yangi to'lov emas, qarz qo'shilgan umumiy majburiyat. Shuning uchun har doim hisobni 2 qismga ajrating: joriy oy iste'moli va eski qarz. 6-nozik jihat umumiy uy xarajatlari. Ko'p qavatli uylarda lift, podest yoritilishi, umumiy hudud tozaligi, boshqaruv kompaniyasi xizmati kabi to'lovlar bor. Ba'zan odam faqat o'z xonadonidagi elektr, gaz, suvni hisoblaydi. Lekin umumiy xizmatlar oshganini unutadi. Natijada jami to'lov yana ko'proq chiqadi. Ayniqsa yangi qurilgan uylar va xususiy boshqaruv kompaniyalari bo'lgan joylarda bu bandni diqqat bilan o'rganish kerak. 7-nozik jihat. Ijarachilar uchun alohida xavf. Ijarada yashaydigan odam ko'pincha kommunal to'lovni o'zi to'laydi. Lekin ba'zi holatda uy egasi hammasi ichida deb ijara narxiga qo'shib oladi. Tarif oshganda uy egasi ijara pulini 200 ming so'mga oshirishi mumkin. Holbuki real kommunal oshish 800 ming so'm bo'lishi mumkin. Shuning uchun ijarachilar shartnomada kommunal to'lovlar qanday hisoblanishini aniq yozdirishi kerak. Kelishamiz degan o'zaki gap keyin nizoga olib keladi. 8-nozik jihat tadbirkorlar va kichik biznes. Agar siz kichik do'kon, sartaroshxona, nonvoyxona, tikuv sexi yoki kafega ega bo'lsangiz, to'lov oshishi faqat sizning uy byudjetingizga emas, mahsulot narxiga ham ta'sir qiladi. Masalan, nonvoyxonada elektr, gaz va suv xarajati oshsa, non narxiga bosim paydo bo'ladi. Sartaroshxonada elektr va ijara oshsa, xizmat narxi oshishi mumkin. Shuning uchun tariflarning real ta'siri zanjir bo'lib bozordagi narxlarga ham o'tadi. Oddiy odam esa buni keyin do'konda xizmatlarda yetkazib berishda sezadi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: oxirgi 6-12 oylik to'lovlaringizni yig'ing. Buni bank ilovasi, kommunal xizmat ilovasi, SMS xabarlar yoki qog'oz kvitansiyalar orqali ko'rishingiz mumkin. Har bir xizmat bo'yicha alohida yozing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, internet, boshqaruv kompaniyasi va boshqalar. Jami raqamni emas, alohida ko'ring. Chunki qaysi to'lov eng ko'p oshayotganini bilmasangiz, tejashni qayerdan boshlashni ham bilmaysiz. Ikkinchi qadam: har bir xizmat bo'yicha iste'mol hajmini yozing. Elektrda kilovat soat, gazda kub metr, suvda kub metr. Faqat so'mni ko'rish yetarli emas, chunki to'lov oshish tarifdanmi yoki iste'moldanmi shuni ajratish kerak. Masalan, siz elektr uchun 1,5 mingdan 2,5 mingga chiqdingiz. Bu tarif oshgani uchunmi yoki siz 2,5 kW o'rniga 320 kW ishlatganingiz uchunmi? Javob faqat iste'mol raqamida ko'rinadi. Uchinchi qadam: hisoblagichlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv hisoblagichi plombasi joyidami? Ko'rsatkich to'g'ri o'qilyaptimi? Raqamlar ilovadagi raqam bilan mosmi? Agar farq bo'lsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, ariza raqamini oling, iloji bo'lsa elektron murojaat qiling. Matni aniq yozing. Mening xonadonim bo'yicha hisoblagich ko'rsatkichi bilan tizimdagi hisob o'rtasida farq bor. Qayta hisob kitob qilishni va dalolatnoma tuzishni so'rayman. Shu kabi aniq jumla keyingi jarayon uchun muhim. 4-qadam: tarif o'zgargan sanada ko'rsatkichni suratga oling. Masalan, yangi tarif il sanadan kuchga kirsa, o'tgan kuni kechqurun yoki in kuni ertalab hisoblagichni rasmga oling. Bu sizga eski davr iste'moli va yangi davr iste'molini ajratishga yordam beradi. Agar keyin hisob noto'g'ri chiqsa, sizda dalil bo'ladi.
Ko'p odamlar aynan shu oddiy ishni qilmagani uchun keyin isbotlashda qiynaladi. 5-qadam. Oilaviy byudjetda yangi kommunal zaxira bandini oching. Masalan, avval jami kommunal to'lovlar 300 ming so'm bo'lgan bo'lsa, endi uni 400 ming yoki 400 ming so'm deb rejalashtiring. Agar real to'lov kamroq chiqsa, ortganini zaxirada qoldiring. Qishda yoki yozda yuqori oy kelganda shu zaxira yordam beradi. Bu moliyaviy intizom oddiy ko'rinadi, lekin oilani qarzga kirishdan saqlaydi. 6-qadam. Eng ko'p iste'mol qiladigan qurilmalarni aniqlang. Elektrda bu odatda konditsioner, elektr suv isitgich, elektr plita, eski muzlatgich, elektr isitgich, nasos bo'lishi mumkin. Gazda esa isitish qozoni, suv isitgich va pech asosiy manba. Suvda esa oqib turgan kran, hojatxona bachogi, noto'g'ri sug'orish tizimi katta xarajat qiladi. Bir oy davomida kuzating, qaysi qurilma ishlaganda hisoblagich tez aylanadi. Shuni topsangiz, tejashning asosiy nuqtasini topgan bo'lasiz. 7-qadam. Texnik tejash choralarini ko'ring. Lampalarni ledga almashtirish, konditsioner filtrini tozalash, muzlatgich reznasini tekshirish, qozonni servisdan o'tkazish, deraza va eshik tirqishlarini yopish, suv oqishini bartaraf etish juda oddiy tuyuladi. Lekin bularning har biri oyiga 10 ming, 20 ming, 50 ming so'mgacha iqtisod berishi mumkin. Eng muhimi, bu bir martalik ishlar keyingi oylarda ham foyda beradi. 8-qadam. Agar sizda imtiyoz, subsidiya yoki ijtimoiy yordam olish huquqi bo'lsa, buni tekshiring. Pensiya yoshidagi yolg'iz yashovchilar, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar ayrim holatlarda yordam mexanizmlaridan foydalanishi mumkin. Buning uchun mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki davlat xizmatlari markazidan ma'lumot oling. Hujjat sifatida odatda pasport yoki ID karta, yashash joyi ma'lumoti, oila tarkibi, daromad haqida ma'lumot. Mavjud qarzdorlik yoki to'lov kvitansiyalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda talab farq qiladi. Shuning uchun avval ro'yxatni aniqlab oling. 9-qadam. Noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, jim turmang. Avval xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Keyin javob bo'lmasa yoki javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki elektron hukumat portallari orqali murojaat qiling. Arizada his tuyg'u emas, fakt yozing. Qaysi sana, qaysi hisoblagich, qaysi ko'rsatgich, qancha summa, qanday farq. Hujjat ilova qiling. Surat kvitansiya, bank to'lovi, oldingi oylik hisob. Shunda murojaatingiz jiddiy ko'rib chiqilishi ehtimoli oshadi. 10-qadam. Agar ijarada yashasangiz, uy egasi bilan yozma kelishuv qiling. Kommunal to'lovlar kimning zimmasida? Hisoblagich ko'rsatkichlari qachon olinadi? Qarz kimga tegishli? Tarif oshsa ijara narxi avtomatik oshadimi yoki yo'qmi? Bularni oldindan yozing. Bu oddiy qog'oz yoki rasmiy shartnoma bo'lishi mumkin, lekin yozma dalil bo'lgani yaxshi. Chunki tarif oshgan davrda eng ko'p tushunmovchilik aynan ijarachilar va uy egalari o'rtasida yuzaga keladi. Endi yakuniy hisob-kitob mantig'ini yana bir bor ko'rsataman. Agar siz oldin oyga jami 2 ming so'm to'lagan bo'lsangiz, tariflar va xizmatlar o'rtacha 3% ga oshsa, nazariy yangi to'lov 325 ming so'm bo'ladi. Lekin iste'mol ham 15% ga oshsa, real to'lov 370 ming so'mga yaqinlashadi. Agar ustiga 100 ming so'm eski qarz qo'shilsa, ilovada 470 ming so'm ko'rasiz. Demak, odam to'lovim deyarli 2 barobar bo'ldi deb his qiladi. Aslida esa ichida 3 ta qatlam bor. Tarif oshishi, iste'mol oshishi va eski qarz. Mana shuni ajrata olgan odam vaziyatni boshqara oladi. Xulosa shuki, to'lovlar reallikda qanchaga oshishini bitta foiz bilan aytib bo'lmaydi. Bu sizning iste'molingiz, mavsum, hisoblagich holati, qarzdorlik, limitlar va yashash sharoitingizga bog'liq. Kimdir oyiga 370 ming so'm ko'proq to'laydi. Kimdir 170 ming so'm ko'proq to'laydi. Katta hovli yoki biznes egalarida esa bundan ham yuqori farq chiqishi mumkin. Mening asosiy tavsiyam, vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Raqamlarni yozing, hisoblagichni suratga oling, iste'molni tahlil qiling. Noto'g'ri hisob bo'lsa ariza bering, oilaviy byudjetda zaxira qiling. Shunda oshgan to'lov sizni kutilmagan zarba bilan urmaydi. Sizda to'lovlar qanchaga oshdi? Elektr, gaz, suv yoki boshqa xizmatlardan qaysi biri eng ko'p sezildi? Izohlarda o'z raqamlaringizni yozing, boshqalar ham solishtirib ko'rsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun hamma uchun kerak.